Tasavvur qiling, YouTube'da yangi kanal ochdingiz va birinchi videongizni yukladingiz. Motivatsiyangiz esa baland, lekin oradan bir oy vaqt o'tdi, na kanalda obunachi bor, na prosmotr. Shu joyda 90% odamlar taslim bo'ladi va ular hattoki 1000 ta obunachi ham yig'a olishmaydi. YouTube'dagi 115 milliondan ortiq YouTube kanallarning atigi 6% da monetizatsiya mavjud va ularning atigi 0.6% da YouTube kumush knopkasi mavjud. Oltin knopkani esa gapirmasam ham bo'laveradi. Agar bu statistikani eshitib, tushkunlikka tushgan bo'lsangiz, tabriklayman, chunki bu barcha yosh YouTuberlarda bo'ladigan holat. Shuning uchun bugungi videoda biz siz bilan algoritm qanday ishlaydi yoki rekomendatsiyaga qanday chiqish mumkin kabi siqas chiqib ketgan mavzularni emas, balki sizga aniq natija beradigan 9 ta narsani ko'rib chiqamiz. Agar shu narsalarga amal qilsangiz, siz ham top 1% YouTuberlar qatoriga kirasiz. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Keling, avval YouTube'dagi boshlang'ich yo'limiz haqida gaplashamiz. Ko'pincha kontent qilishni boshlashdan oldin YouTube'da kanal yuritish juda oson. Bitta mashhur video qo'ysam bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Monetizatsiyani yoqaman va pullar o'z-o'zidan oqib keladi degan fikrlar bo'ladi. Bu yaxshi. Shunday motivatsion fikr bilan ham ijodni boshlash mumkin. Ammo 99% kanallar birinchi muvaffaqiyatsizlikdan keyin taslim bo'lib ketishadi. Aynan qolgan 1% odamlargina nega bunday bo'ldi deb o'zlariga savol berishadi. Ular prosmotrlarni ko'paytirish uchun nima qilish kerak? 4000 soatni qanday tez yig'ish mumkin? 1000 ta obunachini qanday tez olish mumkin kabi savollarni qidirib, shular haqida videolar tomosha qilishadi. Agar siz ham ular qatorida bo'lsangiz, tabriklayman. Chunki sizning kanalingiz yaqin orada mashhurlikka erishadi. Endi asosiy mavzuga qaytsak, 9 ta muhim jihatdan birinchisi realroq fikrlash. Siz YouTubermisiz? Demak, haqiqatga yaqinroq o'ylash kerak. Shunchaki video tayyorlash, montaj qilish va yuklash bilan hammasi bitdi deb o'ylamang. Birdaniga 4000 soat yig'aman, monetizatsiyaga ulanaman va kartamga pul kelaveradi degan fikr haqiqatdan yiroq. Odatda yangi boshlaganlar optimizatsiya, to'g'ri nom tanlash, to'g'ri vaqtda videoni yuklash kabi narsalarni e'tiborsiz qoldiradi. Keyin esa prosmotrlar soni tushib ketganda, hammasini to'g'ri qildim-ku, nima uchun bo'lmadi deb YouTube'ni ayblashadi. Ikkinchisi, juda erta tark etmang. Balki siz YouTube'da faqat bir nechta video bilan katta natijaga erishganlarni ko'rgandirsiz, lekin ularning ortida yillar davomida yig'ilgan tajriba bor. Masalan, Jamshidxon Ziyoxonov kanali. Hozirgi kunda atigi 6 ta video bor, lekin ularning har biri millionlab ko'rish olgan. 300 mingga yaqin obunachisi ham bor. Ammo bu natija uning birinchi videolar bilan emas, balki yillar davomida o'rganib, tajriba orttirib, keyin erishgan tajriba va ko'nikmalari orqali kelgan. Uchinchisi, o'rgangan narsangizni ishlating. Har bir yangi bilimni yangi videolaringizda qo'llang. Hatto natija kichkina bo'lsa ham. Masalan, prosmotrlar faqat 1% ga oshsa yoki bitta yangi obunachi qo'shilsa ham bu o'sish degani. To'rtinchisi, to'g'ri maslahatni tanlang. Har xil YouTube kanallar sizni chalg'itishi mumkin. Faqat nomga e'tibor qarating. Faqat bitta usulni ishlatib mashhur bo'lasiz kabi oddiy, lekin xato maslahatlar ko'p uchraydi. Tanqidiy o'ylang va faqat o'zingizga mos bo'lganini qabul qiling. 5-inchisi, o'zgacha bo'lishga ortiqcha urinmang. Ko'pchilik faqat o'zgacha uslubda bo'lsam muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylaydi. Aslida esa ishlayotgan usullarni kuzatib, ulardan o'rganib, o'z uslubingizni qo'shish eng to'g'ri yo'l. Bu gap bilan 100% qolganlar nima kontent qilsa, o'shani birga bir o'g'irlash kerak demayapman. Ko'chirganda ham mohirona ko'chiring. O'z yo'nalishingizdagi blogerlarni 4-5 tasini kuzating, analiz qiling va ularning barchasida bor asosiy o'xshashliklarni aniqlab, o'zingizdan nimadir yangilik qo'shing. 6-inchisi, YouTube kanalingiz to'g'ri ochilganligiga va to'g'ri sozlanganligiga e'tibor bering. Shunchaki kanalni ochib, darrov kontent yuklash bilan ish hal bo'lmaydi. Na qoniqarli prosmotrlar va na o'zingiz xohlagan natijani olasiz. Shu sababdan eng boshidan kanalingizni to'g'ri ochish va nastroyka qilishga vaqt ajrating. Biz esa bunda sizga yordam berishimiz mumkin. Agarda sizni o'z kanalingiz bor, lekin kanalingiz yurmayotgan bo'lsa, biz sizga professional tarzda nastroyka qilib berishimiz mumkin. Bu uchun ekrandagi Telegram manzilga nastroyka so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot beramiz. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi.
YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. 7-si 80-20 qoidasini unutmang. Natijaning 80% siz qilgan ishlarning 20%dan keladi. Video suratga olish va montaj qilish muhim, lekin eng muhim narsa odamlarni videoda ushlab turish, qiziqarli nom tanlash va hook ishlatish hisoblanadi. 8-si doimiy faol bo'ling. Doimiy video yuklaydiganlar vaqti o'tib baribir natijaga erishadi. YouTube ham muntazam ishlaydigan blogerlarni ko'proq rag'batlantiradi. Demak, 9-si yo'nalishingizni o'zgartirishdan qo'rqmang. Balki siz hammasini to'g'ri qilyapsiz, lekin aynan tanlagan mavzuyingiz o'sishga imkon bermayapti. Balki raqobatchilar ko'pdir, balki sizda boshqa sohada ko'proq bilim bordir, yoki auditoriya juda kichkina bo'lishi ham mumkin. Shuni tushunib, eng mos yo'nalishni tanlab davom etishingiz kerak. Demak do'stlar, YouTube'da muvaffaqiyat bu omad emas, tizimli yondashuv hisoblanadi. Bugungi videoda men sizga 9 ta eng muhim narsalarni aytib berdim. Ularni barchasidan foydalaning hamda siz ham top 1% YouTuberlar qatoriga qadam qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z savollaringizni yozishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.